farzandli bo'la olmayotganlar yoki o'g'il farzandli bo'lishni xohlayotganlarga zo'r bir tavsiya aytaymi? Siz mana bu tavsiyaga ixlos bilan amal qilsangiz, albatta Alloh azza va jalla sizni bu ne'mat bilan rizqlantiradi. Chunki bu tavsiya meni tavsiyam emas, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir kun bir ansoriy sahoba kelib, "Ya Rasululloh, Alloh menga o'g'il farzand bermayapti yoki farzand bermayapti" deb shikoyat qiladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishga tabibga borgin, mana bu giyohlarni ichgin demaydi-da, "Ayna anta an kasratil istig'for va sadaqa?" Sen Allohga ko'p istig'for aytasanmi? Allohning yo'lida sadaqa berasanmi deydi. Ya'niki u kishiga shuni tavsiya qilarlarki, "Bor, sen Allohga ko'p istig'for aytgin, Allohning yo'lida sadaqa bergin" deydi. Va oradan ancha muddat vaqt o'tadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali kishini uchratib qoladi. Shunda u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib aytadiki, "Ey Rasululloh, Alloh menga 9 ta farzand ato qildi" deydi. Shuning uchun siz ham ixlos bilan istig'forni ko'paytiring, Allohning yo'lida sadaqani ko'p bering. Albatta Alloh azza va jalla sizni ham farzand ne'mati bilan rizqlantiradi. Alloh farzand kutayotganlarga solih farzandlarni ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.